Assalomu alaykum. Tvoy Rусский kanaliga xush kelibsiz. Oldingi videolarim rus tilida aksentsiz gapirish mavzusida edi. Bugungisi esa yangi mavzu. Nutqimiz tuzilishi va ot so'z turkumi. Nutqimiz qanday tuziladi? Oddiy so'zlardan. Ularni birlashtiramiz, shunda ma'no chiqadi. Ammo buni qanday to'g'ri qilish kerak? Baza kerak. Ya'ni grammatika va so'z turkumlari. Keling, avval so'z turkumlari nimaligini va ular qanday vazifani bajarishini ko'rib chiqamiz. So'z turkumlari rus tilida части речи deyiladi. O'zi nomi bilan aytib turibdi. Части речи. Часть bu bo'lak, rech bu nutq. Nutqimizning bo'laklari. Demak, gaplarimiz mana shu части речиlardan iborat. Rus tilida 6 ta mustaqil so'z turkumlari, ya'ni 6 ta самостоятельные части речи bor. Bular имя существительное ot o'zbek tilida, имя прилагательное o'zbek tilida sifat, имя числительное o'zbek tilida son, местоимение o'zbek tilida olmosh, gлагол o'zbek tilida fe'l va наречие o'zbek tilida ravish. Agar siz o'zingizni ona tilingizni grammatikasini yaxshi bilsangiz, rus tilida ham qiynalmaysiz. Chunki o'zbek tilida so'z turkumlari qanday vazifani bajarsa, rus tilida ham shunday vazifani bajaradi. Agar so'z turkumlarini uy qurilishi misolida olsak, ot bu poydevor va devorlar, baza, usiz uy bo'lmaydi. Fe'l bu qurilish ishlari, qurilishni harakatga keltiruvchi kuch. Sifat bu bezak va bo'yoqlar, devorlarni chiroyli yoki o'ziga xos qiluvchi elementlar. Son bu o'lchamlar. Olmosh esa bu vaqtincha tirgak, devor bo'lmagan payti qo'yiladi, ya'ni tom tushib ketmasligi uchun qo'yiladi. Ravish esa ishni qanday bajarish kerakligini tushuntiradi. Bizda yana yordamchilar bor. Bular ko'makchi bog'lovchi yuklama, bu sement va mixlar, barcha qismlarni bir-biriga mustahkam ushlab turuvchi mahkamlagichlardir. Nutqimizda ham xuddi shunday har bitta so'z turkumining o'zining vazifalari bor. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun boshqachasiga tushuntirishga harakat qilaman. Biz ko'rib turgan hamma jonli yoki jonsiz narsa, his-tuyg'ularimiz hammasi otlar, ya'ni существительные. Ular harakatga kirishsa, gлагол paydo bo'ladi, ya'ni fe'l paydo bo'ladi. Чтобы показать их характер и свойства, используем прилагательные. Ana shu ko'rib turgan narsamiz yoki his-tuyg'uyimizni belgisini, xarakterini bildirish uchun biz sifatlardan foydalanamiz. Ana shu ko'rib turgan predmetning yoki shaxsning nechinchi tartibda kelganini yoki nechtaligini, sonini, tartibini bildirish uchun son so'z turkumidan foydalanamiz. Son so'z turkumi rus tilida числительное. Чтобы показать, как происходит действие, используем наречие. Harakatning belgisini qanday, qayerda, qachonligini bildirish uchun biz ravishdan foydalanamiz. Ravish rus tilida наречие. Shaxs, predmet, narsa, his-tuyg'u nima bo'lsa ham, ot so'z turkumidagi qaysi bir so'z bo'lsa ham, agar uni nomlamasdan unga ishora qiladigan bo'lsak, biz olmosh so'z turkumini ishlatamiz. Olmosh so'z turkumi rus tilida местоимение. Va mana shu so'z turkumlarni hammasini bitta qilib yig'ganda bizda gap hosil bo'ladi. Три пушистых котенка быстро бегут по travе. Они играют весело. Bu yerda mustaqil so'z turkumlardan tashqari yana yordamchi so'z turkumlari ishlatilgan. Buni alohida o'tamiz. Grammatika shuning uchun ham kerak. Biz har bitta so'z turkumni bir-biri bilan moslashtirish uchun grammatikani bilmasak bo'lmaydi. Endi yana ham tushunarli bo'lishi uchun har bitta so'z turkumni отдельно o'rganamiz. Bugun ot so'z turkumi, ya'ni существительныйdan boshlaymiz. Ot so'z turkumi, ya'ni существительный bu odam, hayvon, buyum, joy, his-tuyg'u yoki fikr nomini bildiradigan so'z turkumi. Существительные – это слова, которые называют человека, животного, предмета, место, чувство или мысль. Какие существительные бывают? Они бывают живые и неживые. Jonli va jonsiz otlar. Jonli otlar odamlar va hayvonlarni bildiradi. Jonsiz otlar buyum, joylar va hodisalarni bildiradi. Живые
Одушевленные существительные, они называют людей и животных. Неодушевленные или по-другому неживые существительные, они называют предметы, места и явления. Keyingisi atoqli otlar va turdosh otlar. Atoqlisi biror shaxs, shahar, mamlakat yoki sayyoraning maxsus nomi. Turdosh otlar esa bir xil turdagi ko'plab predmetlarning umumiy nomi. Bunga misol, atoqli ot so'z turkumiga Ivan odamning nomi, Toshkent bu shaharning nomi, Samarqand bu ham shaharning nomi, Rossiya davlatning nomi, Mars bu sayyoraning nomi. Turdosh otlar esa bunga misol odam, shahar, mamlakat, sayyora. Собственное существительное – это имя одного человека, города или страны. Например, Иван – это имя человека, Ташкент – это название города, Самарканд – тоже название города, Россия – это название страны, Марс – это название планеты. И общие нарицательные существительные. Они называют многих одинаковых предметов. Например, человек, город, страна, планета. Keyingisi aniq va mahkum otlar. Abstraktные и конкретные существительные. Aniq otlarga biz ko'rish yoki ushlash mumkin bo'lgan narsalarni kiritamiz. Bu kitob, stol, mashina, qalam. Biz bularni ko'ramiz va ushlay olamiz. Mahkum otlar bu ko'rish yoki ushlash mumkin bo'lmagan tushunchalarni bildiradi. Masalan, sevgi, do'stlik, quvonch, jasorat. Конкретные существительные можно увидеть или потрогать. Примеры: книга, стол, машина, карандаш. Абстрактные нельзя увидеть или потрогать. Например, любовь, дружба, радость, смелость. Keyingisi modda nomlari odatda donalab emas, o'lchab hisoblanadigan narsalar. Bunga misol suv, sut, shakar, temir va jamlovchi otlar. Bunga misol barglar, yoshlar, qarindosh, urug'. Вещественные существительные – то, что обычно измеряют, а не считают поштучно. Например, вода, молоко, сахар, железо. И группа людей или предметов – это собирательные существительные. Много предметов или людей как одно целое. Например, листва, молодежь, родня. Biz otlarning turlarini ko'rib chiqdik. Nimalar ot so'z turkumi bilan nomlashimizni ko'rib chiqdik. Ana endi ot so'z turkumi gapda qanday vazifani bajarishini ko'rib chiqamiz. Ot so'z turkumi gapda muhim vazifani bajaradi. Harakatni kim bajarganini bildiradi yoki harakat nimaga qaratilganini bildiradi. Masalan, talaba kitob o'qiyapti. Harakatni kim bajaryapti? Talaba. Talaba kitob o'qiyapti. Harakat nimaga qaratilgan? Kitobga qaratilgan. Kitob o'qilayotgan предмет. Существительные выполняют важные роли в предложениях. Это первое, кто делает действие и на что направлено действие. Например, студент читает книгу. Студент – главный герой в предложении. И студент читает книгу. Книгу – предмет, который читают. Demak, harakatni kim bajarganini bildirish uchun biz otni ishlatamiz va harakat nimaga qaratilganligini bildirish uchun ham ot so'z turkumi ishlatamiz. Keyingisi ot gapda harakatning qayerda bo'lishini va qachon bo'lishini bildiradi. Masalan, biz shanba kuni bog'da uchrashdik. Qayerda? Ot joyni bildiradi. Qayerda? Bog'da. Qachon? Shanba kuni. Существительные помогают сказать, где происходит действие и когда. Мы встретились в парке в субботу. Где происходит действие? Действие происходит в парке. И когда происходит действие? Действие происходит в субботу. Помимо этого, существительное помогает описать предмет и сделать наше высказывание точным и понятным. Например,
из бумаги. Стол из дерева. Ваза из стекла. Существительные называют предметы и их свойства, помогает дать полное описание. Ot predmetni aniqroq tasvirlashga yordam beradi. Masalan, g'ishtdan qurilgan uy. Uy nimadan qurilgan? G'ishtdan. Qog'ozdan qilingan kitob. Daraxtdan qilingan stol. Shishadan qilingan vaza. Keyingisi, ot insonning kasbi yoki kimligini tasvirlashga yordam beradi. Masalan, mening onam o'qituvchi, mening otam muhandis. Существительные помогают сказать, кто человек или что это за предмет. Например, мой отец инженер, моя mama учитель. Ot so'z turkumiga qarab, boshqa so'z turkumlar unga moslashadi. Masalan, ot so'z turkumi ko'plikda bo'lsa, qolgan so'z turkumlar ham ko'plikda keladi. Agar birlikda bo'lsa, unga moslashib birlikda keladi. Uning падежiga moslashib, ular ham падежini almashtiradi. Uning rodiga moslashib, ular ham rodini almashtiradi. Shuning uchun o'rganishni birinchi ot so'z turkumidan boshlashadi. Endi rodlarga o'tamiz. Ot so'z turkumi, ya'ni существительные, имеют 3 рода. Это первый мужской род, второй женский род и третий средний род. Помимо этого есть и общий род. Но почему-то об этом многие молчат. Rus tilida существительные, ya'ni ot so'z turkumi 3 rodga bo'linadi. Bu мужской род, женский род, средний род. Yana 4-chi rod ham bor. Bu общий rod, lekin bu haqida ko'pchilik gapirmaydi. Endi qo'shimchalarini ko'rib chiqamiz. Мужской rod barcha undosh harflar va a-ya bilan tugagan so'zlar kiradi мужской rodga. Женский rodga a-ya мягкий знак bilan tugagan so'zlar kiradi. Средний rodga o, ye, yo, mya bilan tugagan so'zlar kiradi. Общий rodga hamma harflar bilan tugagan so'z ham kirishi mumkin. Buni alohida tushuntiraman. Endi misollarni ko'rib chiqamiz. Мужской rod, masalan, stol, дом, telefon, pol, учитель, словарь, portfel, kompyuter, papa, dядя, юноша. Aya bilan tugagan so'zlar juda ham kam мужской rodda. Женский rodga misol: книга, земля, ночь, люстра, lampochka, дверь, кухня. Средний rodga misol: окно, поле, белье, время, имя, семя, бремя. Mya bilan tugagan so'z средний rodda kam, 10tagina. Общий rod otlar ham erkakni, ham ayolni bildirishi mumkin. Masalan, Zadira ham qiz bola, ham o'g'il bola, ham ayol, ham erkakni Zadira deb atashimiz mumkin. Bu janjalkash degani. Zabiyaka urushqoq, Zanuda zarda, Kaprizulya erkatoy, Zaznayka manman. Mana shu so'zlarni hammasi общий rodga kiradi. Biz ham o'g'il bolaga, ham qiz bolaga, ham ayol kishiga, ham erkak kishiga ishlatishimiz mumkin. Endi mya qo'shimchasini oladigan средний roddagi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Boya aytganimdek, 10tagina so'z bor. Bular bремя, yuk, tashvish, время, bu baxt degani, vimya, yelin chorva hayvonlarida bor, znamya, bayroq degani, imya, bilsangiz kerak, bu ism, nom, plamya, bu alanga, o't degani, plemya, bu qabila, elat, semya, urug' degani, stremya, bu uzangi, egarning oyoq qo'yadigan qismi va temya, bu boshning tepa qismi, liqildoq sohasi. Endi rus tilida aya bilan tugagan мужской roddagi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Erkak kishini bildiradigan barcha ismlar. Bunga Alyosha, Kolya, Seryosha, Dima, Misha, Nikita, Ilya, mana shular kiradi. Va qarindoshlik va statusni bildiradigan so'zlar. Papa, bu ota degani, dядя, amaki, dedushka, bobo, юноша, yigit, mushina, erkak, starshina, bu katta serjant degani, sudya,
o'zbek tilida ham sudya, kollega, hamkasb, sluga, xizmatchi, tamada, to'y boshlovchisi, ubitsa, qotil, glava государства, davlat rahbari. Yana shunday существительный bor. Bular mягкий znak bilan tugab, ularni женский rodga va мужской rodga ajratishga ko'pchilik qiynaladi. Ularni ajratishni sizga oson yo'lini tushuntirib beraman, ya'ni o'rgatib qo'yaman. Mужской rodga har doim kiradigan so'zlarni birinchisi oy nomlari, название месяцев. Yanvar, fevral, aprel, may, iyun, iyul barchasi hammasi mужской rodga kiradi. Sel suffiksi bilan tugagan barcha so'zlar mужской rodga kiradi. Bu odatda kasblar va asboblarni bildiradigan so'zlar bo'ladi. Учитель, строитель, водитель, выключатель, спасатель hammasi sel bilan tugadi va mужской rodga kiradi. Keyingisi ari suffiksi bilan tugagan so'zlar bu словарь, kalendarь, bibliotekar, pekar, suxar hammasi mужской rodga kiradi. Keyingisi hayvonlarni bildiradigan so'zlar bu medved, konь, лось, олень, журавль, голубь, лебедь bu ham hammasi mужской rodga kiradi. Endi женский rodni ajratishni o'rganamiz. Bu shipyashi harflarga j, sh, ch, sha. Masalan, мышь, рожь, ложь, ночь, дочь, вещь, помощь, pech. Keyingisi ost, есть suffikslari bilan tugagan so'zlar ham женский rodga kiradi. Masalan, радость, молодость, скорость, кость, новость, свежесть. Yana zing, st, t mягкий znak bilan tugagan so'zlar ham женский rodga kiradi. Жизнь, болезнь, грусть, власть, лесть, память, кровать. Va ba'zi bir hayvon nomlari ham женский rodga kiradi. Bu мышь, лошадь, сельдь. Yana ba'zi bir so'zlar bor. Ularni endi yodlamasa bo'lmaydi. Ularni ajratish qiyin. Женский roddami yoki mужской roddami deb ajratish qiyin. Shuning uchun ularni faqat yodlash kerak. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. O'zingiz uchun bironta yangi ma'lumot olgan bo'lsangiz, biron narsani o'rgangan bo'lsangiz juda ham xursandman. Keyingi videomiz otlarning sonini, birlik va ko'plikni o'rganamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.